O'sha maqom, o'sha fazilat, o'sha avliyolik darajasini Xudo berdi. Yana 10 ko'krakdan ekinlik balati o'sha xafi Hazrati Iso alayhisalomga berdi. Bularga ham o'sha 5 mingta emas, 10 mingta qancha aytgan bo'lsa, valiylikni o'shini berdi. Mana endi ekov ko'kragimizning o'rtasi Aqfa Rasuli Sayyidi Kainot sallallohu alayhi shunga zarf qildi. O'sha valiylikni Rasulullohga o'shatdan berdi. Shuning uchun o'sha duosida aytadi: Xudoya tajalli nuri bilan Hazrati Rasuli Sayyidi Kainot sallallohu alayhi latfay xatisiga jami zotingning sifatingning jam qilding, vali qilding, didoringga musharraf qilding deydi. Mana Hazrati Bahovoddin ham aytadiki, meni ham shu Rasulullohga bergan maqom o'sha fazilat bilan latfay aqfomini joriy qilgin, didoringga musharraf qilgin degan faryod qilardi. Mana shu holatlar bilan bular bo'ladi. Bu o'sha qalblarda harakati qachonki o'sha 5 latoif joriy bo'lgandan keyin bu shu valiylik maqomi o'sha xizillik maqomidan ahtoflik qutbi madorik olam maqomiga o'tadi. Bu avliyolarda eng kami shu chilton bo'ladi, pasi. Qolganlari chundan shu tarqaladi. Bular ko'p, masalan, shu qutbul avliyo deydi, qutbul zamon u ham murid tarbiyalaydi, ham olamda. Undan keyin qutbul aqtob 3 ta bo'ladi. Bular har qaysi. Undan keyin avtot 21 ta bo'ladi. Yana ikkinchisi, undan keyin Xizr 7 ta bo'ladi. Xizr bitta bo'lmaydi, 7 kishi bo'ladi. Undan keyin avtot 21 ta bo'ladi, 70 ta bo'ladi, 41 ta bo'ladi, 120 ta bo'ladi, 300 ta bo'ladi, oxiri avliyoning 3000 tasi bo'ladi. Qaysilar o'shalardan bittasi ulug'i o'tsa, darrov shulardan maqomiga qarab olib qo'yardi. Hech vaqt Anjanda hokimini bo'shasa, Burgatda olib borib qilib qo'ymaydi-ku, albatta o'shaga loyiqini qiladi. Eshonboy, endi bir xalqimizni duo qilib berasiz, chiroyli qilib. Allohumma g'firli li muvallifi warhamhu waj'alhu minal mahshurina fi zumratihi nabiyina siddiqina yawmal qiyamati fazlika ya rahman. Ya Rahman sıfatıyla hammamizni günahlarimizni kechirgin. Ota-onadan vujudga kelganmiz, ota-onalarimizni ham gunohini kechirgin. Janobi Rasululloh Sayyidi Kainot sarvari olamning shafoatiga hammamizni loyiq qilgin. Alloh didoriga musharraf qilsin. Kunduz kuni kun balosidan, kechasi tun balosidan, olamda ofatdan Alloh saqlasin. Vatanimizga tinchlik, salomatlik bersin, xalqimizga, hammamizni shariatda, tariqatda, ma'rifatda haqiqat asrori qilsin. Shuni qatorida muhabbatimizni Allohga, Rasulullohga, pironlarimizga, ota-onamizga, bir-birimizga ziyoda qilsin. Allah hayre hafize Rahmat Eshonboy, ilohi baxtimizga omon bo'ling, salomat bo'ling. Innalloha yarzuqu man yasha'u bighayri hisob. Alloh tabaraka qolagan bandani umrini ham behisob, rizqini ham behisob, fazilatini ham behisob qilsin. Do'stlar zor dushmonga xor qilmasin. Piri kalolimiz Hazrati Bahovoddin Naqshbandiga bergan maqom shu kishini soyasida hammalarning bir kamolga yetib Yoz berasizmi qizingizga? Maqulboxonga. Nima? Yoz bering. Nimani? Maqulboxon.
Aramızda şu oldu da. Cevap vereceğim. Hocaya bilan anlatdimmi? Kapitan fotoğrafını. Mustafa bu yapılması da. İçinden olabilyenler.